Kuni kecha Chorsu metro bekati yonida suv toshqini hosil bo'ldi. Asosiy muammo hozirda irrigatsiya tarmoqlarining yopilganligi bo'lgan. O'zboshimchalikka mana yopishgan, mana turargohlar, avtoturargohlar qilingan, yo'lni qilib olishgan, shu sababli yopilib ketgan. Oldin bundaqa muammo bo'lmagan, chunki irrigatsiya tarmoqlari normal holatda ishlagan bo'lgan. Shu o'zboshimchalik bilan yopilganning hisobiga shunaqa holatga kelib chiqqan. Toshkent shahrida drenaj tizimi bir sutkasiga 20 mm ga mo'ljallangan bo'lib, kuni kecha yog'gan 2 soatli yomg'irimiz 12 mm ni tashkil qilgan. Hozirda master plani ishlab chiqilgan. Master rejada 36 mm ga mo'ljallangan bo'lib, shunaqa holatlarni oldini olishga qaratilgan. Shahar hokimi ham vaziyatni o'rgangani chiqdilar, kecha ham chiqdilar, bugun ham chiqdilar. Kerakli topshiriqlarni berdilar. Hozir topshiriqlarni oldik. Hozir shu topshiriqlar bo'yicha ishlar boshlangan, maxsus texnikalar jalb qilindi. Irrigatsiya tarmoqlari hammasi ochiladi va yangi irrigatsiya tarmoqlari quriladi.